Assalomu alaykum. Men Shadmonov Shavkat. 8 yildan beri shu Aqsa rayonida ustachilik qilaman. Biz o'sha meni постоянно ishda yurganlar 10 отделda baldari o'sha Toshbayev Kazim bilan Tilayev Asan ekkovi kirishavat etadi. Men ishlashimni büt Aqsa rayonida shu prokuraturadagi, SMBdagi, начальник милициядagi bardigi biladi. Военный частlarga chayin. İşteyman. Men o'sha bu yerda ishlaganda hakimiyat gastitsasini remont qildik. Hakim o'zi dogovor qilgan. Aqcha ish bitishini aqchani beraman deb aytgan. Bolalar ish bitirgandan keyin hakim kelib, men aqchani tushiraman. Sizlar tushib ketayda bolalar tushirgan. Mana 3 oydan beri men kutaman, aqchani bermaydi. Chalsam, meni qo'rqitadi. Chiqsan qamaymiz, suda deb qo'rqitadi. Ana buni Aqsa rayonidagi SMBning orqasida Toshbayev Kazimni magazin solamiz deb beton qo'yganmiz. 65 kuba beton qo'yganmiz. Ertaga beraman aqchasini, bir kun beraman deb udaga berib aytadi men aqchani. Ana buni 10 отдел начальнигine Tilayev Asan'ın uyunda 2 komutan euro qilib berganmiz. 30 ming aqcha berish kerak edi. Aqchani beraman deb udaga berib aytadi. Yana hakim Medet akaning uyunda bayna soldirib berganman. Shavkatdan men pulni beraman degan 35 ming bo'lgan aqchasi. Anan beraman degan undagini bergan yo'q. Endi o'sha aqchani bergilar deb so'ransam, seni qamaymiz, unday deb qo'rqitadi. Men chiqa olmay jataman o'zim. Bolalar har kun meni uyimga kelib, aqchani bering deb bular to'polon qiladi. O'shaning biz aqchani olib berishga yordam berishingizni so'rayman. Prokuror o'sha nimada gastitsada ishlaganimizda prokurordagi o'rinbosari Zahir biladi. Asamdan Kazim o'zi постоянно bizdan xabar olib turgan. O'sha yerda ishlaganda bolalardan. Har 2 kunda borib ish bo'lib o'tirib, o'zi kontrollab turgan. Endi hakim bu yerda men Shavkatda bolalar ishlagan emas. Men Qirg'iziston bolalarga qildirganman deb bo'yniga olib aytadi. Shuni aqchani olib berishga yordam berishingizni so'rayman. Bu men karavanda ishlashimni o'sha Aqsada o'sha prokuratura, SMB bardigi biladi. O'sha meni начальник милиция Mo'min aka da biladi. O'sha Kazim bilan o'sha Asan 10 отдел начальниги Asan ekkovi doim meni o'sha kirishavat etib yurgan. Shu oxirga kelganda shunday qilib aqchani berib o'yin qilib o'tadi menga.